Toshkent eng yuqori qavatlaridan biridaman. Mariotti mehmonxonasida. Masjidga zip parda qilingan. Bu ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu oynada ozgina remont ishlari bor ekan, o'shanga olib turishimiz kerak ekan. O'shanga chaqirishuvdi. Mana shu joylarni xudo xolisa bitirib olishimiz kerak. Bu yo'ldan qo'yganmiz. Karnizlarni qo'ygan edik. Mana bu yerda zip parda deymiz, motorli. Shuni hozir olib beramiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Mashinasi jalyuzi, zip parda mana bu narsa. Mana shu mexanizmga kirib chiqib tusholmadi. Tepaga mana bitta parda bor. Hozir anaqasi yo'q ekan. Pulti yo'q ekan. Hozir pult qayergadir qo'yish uchun topilsa, ishlashlarini sizlarga ko'rsatib boraman. Tepadan olaman sizlarga xudo xolisa. Nechinchi etaj bo'lmasa. 27 deganmiz. 27, 28. Bu yoqda Neston, bu yoqda Hilton. Shu yerda ishdan boramiz. Texnika mo'jizasini ko'rganman, ammo lekin bunaqasini deydi. Bu yoqda Neston. Nessonni pastroqdan Neston baland ekan bu yerda deyishsa. Metrajini bilmayman, necha metr necha qavat ekan. Xullas biz ham baland bir qavatlardan bittasida xullas ekan. Kuzatishni davom etinglar. Toshkentning chiroyli joylaridan video qilib turamiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yana bir bor. Ta'tilinglar. Toshkentni bir tepadan sizlarga olib berishga harakat qilaman. Bu yoqda telebashna. Hop. Mana sirk, Chorsu. Mana yangi qurilgan. Hop, ismi sivilizatsiya markazi to'g'ridagi. Bu yoqda Hilton. Oliy majlis bu yoqda. Toshkentni yuqoridan sizlarga ko'rsataman xudo xolisa. Yo Toshkent City Park. Mana yechildi. Nima bitta yechilmay oynasi sotdi. Pardasi mana shunaqa. Mana ko'rsanglar bu mexanizm. Mana bitta yechib oldik. Oyna remont bo'lyapti. Shunga olib turamiz. Shog'ul bo'lyapti. Bitgandan keyin oyna alishgandan keyin qaytarib joy qo'yib qo'yamiz. Menga o'xshab turadi-da. Mana kirishkasi